Mana do'stlar, Biagomuska kartoshka ekish jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Hozir agatlarimiz tayyor. Endi hozir biagomuslarimizni solib kartoshka ekish jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Mana biagomuslar o'zimizda ko'pkinadan solaveramiz. Mana do'stlar, agatlarimiz kartoshkaga tayyorlayapmiz. Mana bu holatda solyapmiz. Mana biagomuslarimiz o'zimizda sotmaymiz. Shuning uchun ko'p-ko'pdan solib ko'ramiz. Uni farqi yo'q ana. Do'stlar, mana do'stlar, qanday solinadi deganlarga mana paqirda xuddi mana shu tarzda solib chiqyapmiz. Mana bitta agatimizning o'ziga 2 paqir, 2,5 paqirdan ketdi. Bir, 2, 3 agatimizni sanab chiqamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta agat tushibdi. Xo'sh, har bittasiga 2,5 dan bo'lganda 5, 10, 15, 20, 25 paqir. Bu pashta xo'sh 150 kilo, 200 kiloga yaqin biagomus solibsiz mana shu o'ziga. Oraliq masofasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metr ekan. 8 ga 5 metr. O'zlaring hisobini chiqarib olaverasizlar, do'stlar. Mana endi hozir kartoshkani ekamiz, xudo xolasa. Mana do'stlar, kartoshkamizni ekib bo'ldik. Mana shu holatda. Endi xudo xolasa cho'jani kuzda sanaymiz degandek, kuzda hosilini ko'ramiz, do'stlar. Mana. Endi buni yopib chiqamiz. Mana shunday mana holatda berkitib mana shu holatda bekitib chiqamiz, mana do'stlar.